Erta xalifalik davri arablarning ajam, ya'ni arab bo'lmagan xalqlar ustidan to'liq hukmronligi bilan tavsiflanadi. Ajamlarning islomni qabul qilishi ularning jizya to'lash majburiyatidan ozod qilishi mumkin edi, lekin shu bilan birga bu bir turdagi ramziy kamsitish hisoblangan. Ammo qiziq tomon shundaki, islomni qabul qilgandan keyin ham ajamlar ikkinchi darajali odam bo'lib qolardi. Masalan, Johiliyat davridayoq arablar o'zlarini boshqa xalqlardan yuqori deb bilishgan. Arab ayolning arab bo'lmagan erkakka turmushga chiqishi mumkin emas edi, chunki bu butun arab jamoasining g'ururiga putur yetkazgan bo'lardi. Bunga misol bo'la oladigan yarim afsona bir voqea bor. Unda forslar va laqmiylar qabilasi o'rtasida jang haqida gap boradi. Yarim afsonaga ko'ra Sasoniylar imperatori Xusrav II o'zini ustun sanab, arablar ustidan hukmini o'tkazmoqchi bo'lgan va shoh Noomonning qizi Hind bin Noomonni xotinlikka olmoqchi bo'lgan. Ammo arablar bunga rad javobini beradi va tabiiyki bu Xusravni qattiq g'azablantirdi. Natijada arab qabilalari va Sasoniy qo'shinlari o'rtasida to'qnashuv yuz bergan.